Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday qilyapsizlar? Hozir vaqtlarda xayrli bo'lsin. Bugun sizlar bilan tanishtirmoqchi bo'lganim shu Cassie Wood, ya'ni sizlarga deb kelgan yog'och xinim. Ham yog'och xinimniki kapital shirkati Arc. Shu bilan bir tanishib chiqaylik. Cassie Wood o'zi 65 yosh. Mablag' silish soatimi hozir yangi davrdagi Warren Buffett deb qaralayotgan ayol. Bunikimi shirkatida hozir o'ziniki o'xshamagan boshqa mablag' sohalarga o'xshamagan yerlar bor. Shunday ko'z ko'rinarlik kelgusi shunday parlaq deb qaralyapti. Bu ayol bilan ham buniki mablag' silish uslubi bilan tanishib chiqaylik. Cassie Wood bu sohada hozir yurayotgani 10 necha yildan oshdi, balki undan jiq bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy ko'z ko'ringani 4-5 yil bo'lib qoldi. Chunki shu 2010 nechinchi yillardan boshlab shu Tesla degan paychakni topganligi uchun ana keyin birsi shu Square degan yangidan fintech kelgusiga cho'ng disruptive o'zgarishlarni olib kelgan shu paychaklarni topganligi uchun ko'z ko'rinyapti. O'ziniki tafovati necha yillarda unda yaxshi bo'lmagan. Masalan, shu hozirgacha o'rtaqcha hisobda tafovati around 15% atrofida. Ba'zan yillari shunday pul chiqim bo'lgan, amaliyotda kirim qilinmagan, lekin ba'zan yillari odamni hayron qolgandek 100% jiq. Masalan, 2018 yillari 100% jiq, ana keyin bultur 150% jiq kirim qila olgan. Hamma odamni hayron qoldirgan. Lekin bu yil hozirgacha shu necha oyda minus 20% kirim qilamdi, chiqim bo'ldi. Endi bu yog'och xinimniki shirkatining ko'rib boqaylik. Ham o'ziniki qurilmalarini ko'rib boqaylik. Ham bu ularniki qurilmasiniki o'xshamagan yerlari o'ziniki ilm sistemlarida har kuni boshqa shu mablag' sohalarga, dunyoga ko'z turdi. Shuningdek, nurg'on odam agashgan bu yog'och xinimniki Arc Invest ilm sistem qilgan paychaklarniki bahosida o'zgarishlar shunday cho'ng bo'ldi. Ham o'zimi %80%, 90% shu nima yangi tipdagi yangidan taraqqiy qilayotgan shirkatlarni ham yana shu xatri cho'ng shirkatlarga mablag' so'raydi. Shuning qurilmasi shunchalik xatarlik amaliyotda, lekin yaqinda balki shu ba'zan vaziyatlar, siyosatlar tufaylidan Biden'niki boj sistemasi, keyin hozirgi pul paxolligi tufaylidan balki ba'zan yerlarni o'zgartiradi. Ba'zan shunday cho'ng peshqadam shirkatlik paychaklarni ovatadi. Arc Disruptive Innovation shu kelgusiga cho'ng ta'sir qiladigan, o'zgartiradigan soha demakchi. Automotive Tech and Robotic degani shu avtomatik texniklik, yana shu o'zaydigan mashina deydi, elektronlik mashina, andan keyin shu mashina odam sohasi demakchi. Andan keyin genomic degan buning ayrim bir qurilmasi bor. ARC-G deb buningda shu tibobat kelgusiga cho'ng mushtaq o'zgarish ham inqilob akilgan tibobat sohalariga mablag' so'raydi. Buni ayrim qurilmasi bor. Next Generation Internet keyingi avlodlarniki tor dunyosi, fintech shu kelgusidagi pul muomala sohasi, bu shu masalan Square, PayPal degandek yana mau yog'och xinim shu shifrli pullarga mamroq, shifrli pullarni shu kelgusidagi fintech sohasiga kirdi deydi. Ondan yangidan bu yil yangidan chiqqan qurilmasi Space Exploration shu tashqi planetlarga sayohat, andan keyin shu raketalik shirkatlarniki yangi qurilmasi, lekin bu qurilmasida ozroq mag'lub bo'lib, yaqinda cho'ng o'zgarishlarni qilyapti. Andan keyin bu Arc'niki ba'zan shu nimalarga qarab boqaylik, qurilmalarga. Masalan, bularniki hozir 8 qurilmasi bor. Arc bu shu yangi texnika, avtomatik yangi texnikalar hamma narsa aralashma. RQ degani automatic technology, robotik shu o'zi mashg'ulot qila oladigan mashina, odam degandek. Buni kelgusida yana sal mezgil ketishi mumkin. Chunki RQ unchalik yaxshi taraqqiy qilmadi yaqin yillarda, balki taraqqiy qilgan
vaqtim ko'pligini bilish mumkin. RW eng yaxshi taraqqiy qilayotganlarning birisi o'sha next generation internet bundan aralashma har xil paychaklar bor. Ili kirib ko'rsak bo'ldi. ARC, Genomic shu men degan shu tibobat sohasidagi ARC-F, fintech shu pul muomala sohasidagi ARC-X shu SpaceX degandek SpaceX'ningki paychak bo'lmasimi hozir shu olam bo'shliq sohasidagi paychak yoki meda PRNT deb yana birisi bor. Bu 3D printing men degan sizlarga tunishtirgan nano dimension deydi boshqa paychaklarim bor. Va Israel Innovation Technology bunada Israiliyaniki shu yanada chiqayotgan texnikalik paychaklari qurilmasi. Lekin bu ostidagi ikki qurilmasi ancha jiq taraqqiy qildi, ishlatmaydi desanlar bo'ldi hozirgacha. Masalan, shu 3D baza yaxshi paychaklarni ma'lum qolgan qurilmalarga misolda, lekin majikasini jiq ishlatmadik. Ili kirib ko'rsak bo'ldi. Masalan, ARC-ni ishga kirib boqaylik. Nimalar bor? ARC-da mana Tesla, Teladoc, Roku shu streaming qilgan paychak, Square, Shopify, Zoom, Coinbase, Twilio, buni ancha bilmayotganman, Spotify'ni bilamiz, Zillow, uy mulkniki, endi buniki o'sishi qaranglar, o'tirmishlar o'sib 2020-11-oydan boshlab 2-oyda eng yuqoriga yetibdi, undan keyin hozir 5-oyda tushib ketdi. Burunqi shu 11-oy oldiga hamda kapto taxi. Hamda ARC-Q'ning ichida Tesla, Baka, JD, Trimble, Blanton, Microtis, Alphabet, Google, Baidu. Mana mushlar baka 3D System Corp. Ularni hammasini ne yapasınız buldu. Shu eng usti turg'ini eng cho'ng paychiki Tesla eng cho'ng paychiki mana 10%. Mana bo'lmasa mushinchilik paychiki baka 493 ming, 2 million 500 ming degandek market valuesi ma'noga yetirgan. O'zingiz qarab baxsiniz bo'ldi. Bunimi masalan ARQ sal pal yaxshiga ARC'dan esa hozirgacha ozroq tafovut qilibdi. ARCW mi ARC'ga o'xshash. Odatda o'xshaydi bu ikkisi. Shu performansi o'zingizlar qarab baxsinglar bo'ldi. Bunun Tesla ancak 10%, qolganlar 4%. Bunun Shopify, Twitter, Square, Teladoc, musobaqaga har birisi bir 10 deklan paychak ekan. 10 paychak ekan. Bunun Coinbase ekan, oz. Lekin bular Coinbase'ning asosida jiqildilar. ARC, Genomic, ma'noda qarsanglar, ma'noda Tesla yo'q, Teladoc birinchi 7%. Teladoc kimi amroq yerimning sababi shu mana. Exact Science, Carrot, Pacific Biome, Regeneration Pharmacy, Mystic, Fate, Therapy. Bularni misbaka. ARCGMO sal tushdi o'ldirib qaranda. Hamdagi joyi kapti. RF Fintech qarab baqaylik. Fintech mo mush ARQ o'xshash sal pal o'rlabdi. Yuqori yerda cho'ng tushib cho'ng chiqqan paychak bu. Fintech boshqa Square birinchiga, Shopify, Zillow, PayPal, Pinterest mi yaxshi, JD, Tencent. Tanishim baka Xitoyning eng ozga lekin bular lekin Xitoyning jiq paylari bor, lekin yaqinda jiq paylarini oziltatdi. Endi ARC-X qarab baqaylik, eng oxirgisi. ARC-X'niki shu mana qanchinchi oy chiqdi? 3-oy 30 chiqdi ekan. 2 oy bo'pti, 3 oy bo'lib qoldi. O'xshashligidek $20 30 sent, $20 40 sent. Buningda Trimble 6%, this really great. Buni qarsanglar mana olam boshliq va munosabatlik paychaklar yo'q. Asli Virgin Galactic mushlar batdi. Ma Boeing baka Boeing olam boshlig'i sal munosabatlik hamda qolganlari malani ba'zan tunayman, ular munosabatli emas, ba'zan tunimayotganman. 3D printing bu baka. Shu bular buningda cho'ng o'zgarish qilyapti. Chunki olam boshlig'ini men o'zimmi nim qilmagan, ancha yaxshi ko'rmagan. Buni ayrim bir tunishtirsam bo'ldi. Chunki buningda o'sada pul ko'ydirish nisbati shunday cho'ng. Lekin pul tep qolsa, kelishda cho'ng pul tepishi mumkin. Shunday cho'ng.
lekin bunaga sal vaqt ketadi. Masalan, mana Ark Investniki kelgusi shu disruptive innovation qilganga 15 yillik plan qilgan bular. 15 yilgacha shu disruptive innovation deb big idea deb bularniki bir strategiyasi bor. Shuni ayrim videolarim bor, ko'rib baqsanglar bo'ldi. 15 yillik shunaqa 15 yillik ketadi. 15 yilmi oz vaqt emas, lekin mau olam bo'shlig'iga menimcha bir 100 yil ketishi mumkin. Endi hozir olam bo'shlig'iga avval shu sayohatniki nimsini yaxshi chiqarib pul topamiz deydi. Bu tarafda pul tepishi mumkin, ammo unga vaqt ketmasligi mumkin, lekin rasmiy mundaq olam bo'shlig'ini tadqiq qilganga vaqt ketadi. Masalan, Marslarni bu deydi. Sal vaqt ketishi mumkin. Shunga saat ancha kirmadim. Baklam cho'ng xatiri bor-ku. Bu o'zimniki strategiyam. O'zingizga qarab baqsangiz bo'ldi. Bu shu degan sizlar tanishtirgan Casey Wood, lekin uniki shirkati Ark Investni tanishtirdim. Keyin yana ayrim boshqa cho'ng Kamaz o'xshash mustaq arboblarni ayrim tanishtirishim mumkin. Yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshqa taqdim besib qo'ying, boshqa tavsiya qilib qo'ying. Kelaksan ko'rishaylik. Allohga emanet.